Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi Respublika tovar xomashyo birjasi bilan hamkorlikda birja savdolari hamda davlat xaridlariga bag'ishlangan seminar o'tkazdi. Tadbirda yoqilg'i, kimyo va og'ir sanoat kabi sohalardagi yuqori likvidli hamda monopol mahsulotlarni birja orqali sotish tartibi, shuningdek, davlat va korporativ xaridlarni amalga oshirish masalalari muhokama qilindi. Ta'kidlanishicha, keyingi 2 yilda davlat va korporativ xaridlar, birja savdolari hamda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish sohasida qator yangi normativ huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Amaldagi qonunchilikka ham bir qator o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan. Seminarning asosiy maqsadi ana shu yangiliklarning mazmun mohiyatini tadbirkorlar va soha vakillariga tushuntirish, qonun talablarini amaliyotda to'g'ri qo'llash yuzasidan tavsiyalar berishdan iborat bo'ldi. Raqobat qo'mitasi doimiy ravishda tadbirkorlik subyektlariga raqobat to'g'risidagi qonunchilik, shu jumladan birja savdolarida raqobatni cheklash mumkin bo'lgan harakatlarni oldini olish, mazkur qonun buzilishiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha tegishli guideline, ya'ni ko'rsatma xatlari taqdim etib borilmoqda. Maqsad nima? Maqsad ularni jazolash emas, ularga nisbatan jarima qo'llash emas, balki ularga o'sha raqobat qonunchiligini ga muvofiq faoliyatini tashkil etish. Tadbir ochiq muloqot shaklida o'tkazilib, ishtirokchilarga birja savdolarini tashkil etish, davlat va korporativ xaridlarni amalga oshirish bo'yicha amaliy taqdimotlar namoyish etildi. Shuningdek, qatnashchilar o'zlarini qiziqtirgan savollariga mutaxassislardan javob olishdi.